Masalan, hozir peshinda o'qidingiz, asrni ham o'qiy olsangiz, demak peshiningiz qabul bo'libdi. Asrni o'qidingiz, shomni ham o'qiy olsangiz, demak asringiz qabul bo'lgan bo'ladi. Qaysi namoz o'qilsa, undan avvalgi namoz qabul bo'lganligining alomati bo'ladi. Bilingki, hozir peshinda o'qidingiz, asrga imkon topib o'qiy olmadingiz, peshiningiz qabul bo'lmagan. Shuning uchun siz asrni o'qiy olmadingiz. Agar peshin qabul bo'lganida, undagi quvvat sizni bemalol asrni o'qitishlikka yetar edi. Inna solata tanha anil fahsha'i val munkar. Albatta namoz deydi Alloh taolo, fahsh va munkar ishlardan o'zini egasini hibzi himoya qila oladi. Qaytara oladi, to'sa oladi. Benamozlik eng katta munkar ish. Eng katta munkar ish. Peshinda o'qib turib asrni o'qiy olmadingizmi? Demak, peshin namozingiz sizni asrni o'qishingizga quvvati yetmadi, demak qabul bo'lmagan ekan.